Assalomu alaykum barchaga. Suzmali cheescake tayyorlashni boshlaymiz. Sevimli pechenyamizni blenderda maydalab olamiz. Maydalangan pechenyani boshqa idishga solib, eritilgan saryog'ini qo'yamiz. Tort qolipiga pergament qog'oz yoyib, pechenyamizni tekislab chiqamiz va duxovkaga 150 gradus qizdirilgan duxovkada 5 daqiqa pishirib olamiz. 800 gramm suzmaga shakar, tuxum, qaymoq, kukuruzniy kraxmal solib mikserlab olamiz. Mana massamiz ham tayyor bo'ldi. Endi pechenya qolipiga solib olamiz. Tekislaymiz. Videodagi kabi urib-urib havosini chiqaramiz. Opisaniyada to'liq retseptini qoldirib ketaman. Pastki listiga suv solib, tepa listiga cheescake'imizni solib pishirib olamiz. Ustidan eritilgan shokolad qo'yamiz. Tayyor. Yoqimli ishtaha. Obuna bo'lishni unutmang.